Polvondan yangi sotuvga chiqqan elektr trimmer, maysalar qotili sinab ko'ramiz. Barchaga assalomu alaykum. Polvon kompaniyasining YouTube kuzatuvchilari, bugun sizlar bilan bahor va yoz fasllarida deyarli barcha xonadonlarga kerak bo'ladigan, diqqatingizni qarataman, elektr trimmerlar haqida gaplashamiz. Videoning boshida aytib o'taman, bugun mana shu qo'limda turgan elektr trimmerni YouTube'dagi kuzatuvchilarimizning biriga sovg'a qilib yubormoqchimiz. Videoning oxirigacha kuzating. Videoning davomida aynan shu qo'limda turgan trimmerni qanday qilib yutib olishingiz mumkinligi haqida batafsil shartlarni tushuntirib o'taman. Demak, bugungi video obzorimizni boshladim. Birinchi navbatda sizlarni ushbu kompaktli, ya'ni ixcham elektr trimmerini texnik xususiyatlarini sizlarga tanishtirishdan boshlayman. Demak, ushbu trimmerning modeli PW136-250-1 bo'lib, ishlash kuchlanishi 220 volt, quvvati esa 250 watt. Aylanishlar soni daqiqasiga 11000 marta. Ishchi diametri 230 mm. Ushbu trimmer juda ham yengil va ishlatish oson va sodda bo'lganligi uchun uyimizda va kichik yer maydonlarda o'sgan maysa va ekinlarni kaltalashda, ya'ni o'rishda juda ham qo'l keladi. Odatda xaridorlar gazonokosilka yoniga bitta mana shunaqangi trimmerdan qo'shib olishadi. Sababi devor va daraxt tagidagi maysa va ekinlarni gazonokosilka olishda qiynaladi. Bu trimmer esa aynan ushbu ishlar uchun chiqarilgan desak ham bo'ladi. Bundan tashqari ayollarimiz uchun ham olib bera olamiz, sababi ular ham bemalol qiynalmasdan ishlatishadi. Bismillah. Navbatdagi elektr trimmerimizning modeli PW136-550-1 bo'lib, ishlash kuchlanishi 220 volt, quvvati esa 550 watt. Aylanishlar soni 10000 marta, ishchi diametri esa 300 mm. Leska diametri esa 1,6 mm. Bu trimmerimiz bundan oldingi trimmerimizdan nafaqat quvvati va kattaligi bilan, balki qulayliklari ko'pligi bilan ham farqlanadi. Misol uchun, tutqichini o'zingizga qulay holatga keltirish imkoniyatlari va rotori, ya'ni trimmerning old qismini ham 30 gradusgacha pasaytirib ko'tarish imkoniyatlari bor. Bundan tashqari foydalanuvchining bo'y bastiga moslab trimmerning uzunligini kichraytirib kattalashtirsa ham bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, ishlash va ishlatish uchun juda ham qulay. Trimmerdan maksimal va qulay foydalanishingiz uchun yon tomoniga o'rnatiladigan maxsus g'ildiraklari ham mavjud. Bu g'ildiraklar bilan siz devor chekkalaridagi maysa va ekinlarni oson va leskani ortiqcha sarflamasdan o'rsangiz bo'ladi. Qayerlarda ishlatish uchun tavsiya berasiz desangiz, ushbu trimmerni ham bemalol uy sharoiti uchun tavsiya bera olamiz. Bundan tashqari katta ekin maydonlarida ham ushbu trimmerdan foydalanish mumkin. Faqatgina bunday katta poliyalarda foydalanilganda ushbu trimmerga vaziyatga qarab 5-10 daqiqa sovutib, ya'ni dam berib foydalanilsa, xudo xolasa ko'p yillab xizmatingizni ushbu trimmer qilib beradi. Kompaniyamiz tomonidan yangi sotuvga chiqqan ushbu ikki xil elektr trimmerga 6 oy rasmiy kafolat beriladi. Bundan tashqari sizlar uchun eslatib o'taman, kompaniyamizning O'zbekistonning barcha viloyatlarida rasmiy servis markazlari va bundan tashqari olib yurish va siljish qiyin bo'lgan mahsulotlarga ko'chma servis xizmatlari ham mavjud. Videoning boshida aytib o'tganimdek, aynan ushbu qo'limda turgan elektr trimmerini Polvon kompaniyasining nomidan sovg'a sifatida yutib olishingiz mumkin. Shartlari esa juda ham oddiy. Aynan ushbu video ostiga, ya'ni kommentariyasiga Polvon so'zini yozib qoldirasiz va YouTube sahifamizda aynan ushbu video ro'p borasida ko'p emas 150 ta like bergandan so'ng g'olibni aniqlab, sovg'alarni egalariga topshiramiz. Barchaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.